Assalomu alaykum Greenleaf oilam, bizni kuzatuvchilarimiz, barcha mana shu gruppada bizni ko'rib turgan hamkorlarimizga bugun shunaqangi ajoyib kun, sababi kutilmagan yangilik. Navoiy viloyatida shunaqangi porloq yulduz chiqdi. Bizni ustozimiz, Navoiy viloyatining qirolichasi Noilaxonim Ismoilova bugun direktor 2 yulduzini yopdi. O'ylaymanki, Xudo xolasa mana shu joyda turgan barcha duru gavharlarimiz Xudo xolasa bu yilgi mana shu kuniga direktor 2, direktor 3 bo'lib, ustozni direktor 6 qilamiz degan umiddamiz. Biz bugun shunaqangi chiroyli tayyorgarlik bilan ustozimizni kutmoqdamiz. Bugun siz mana shu videoni ko'rib yuragingiz dikillab turibdi, bilaman. Albatta bu joyga siz ham loyiqsiz. Haqiqatan Greenleaf zo'r! Assalomu alaykum hurmatli Greenleaf oilamiz. Mana ustozjonimizni eng chiroyli kunlariga status yopish marosimida turibmiz. Statuslarni ochib, Akmal aka bilan yangidan statuslarni yaratdilar. Xudo xolasa inshaalloh keyingi statuslarga qarab tezlikda chiqib, direktor 6 yulduz statusda bo'lishlarini Allohdan so'rab qolamiz va ortlaridan biz ham ergashamiz. Greenleaf zo'r! Assalomu alaykum hurmatli hamkorlarimiz va kuzatuvchilar. Mana bugun Greenleaf korporatsiyasi liderlarining taqdirlash marosimiga aynan 2 yulduz direktorimiz Noilaxonim Ismoilovani yulduzli direktor bo'lganliklarini taqdirlash marosimidamiz. Bilasizmi? Bizni qilgan ozgina mehnatimizni shunchalik taqdirlaydigan korporatsiya Navoiy bo'yicha, nafaqat Navoiy bo'yicha, respublikamiz bo'yicha faqatgina Greenleaf korporatsiyasi hisoblanadi. Eng kuchli jamoamizga aynan sizni taklif qilamiz. Kayfiyat qanday? Kayfiyat? A'lo darajada. Hayajon qanday? Shogirdlarim ko'raman, ustozlarim ko'raman, hayajondaman. Hayajondasiz. Akmal sizdachi? Zo'r. Hayajon zo'r. Agar faqat o'zlaringizni topishga bo'lasiz, albatta bo'lasizlar. Biz esa sizlarni bugungi mana shunday go'zal tadbirga, bugungi mana shu direktorlik unvoni statuslari bilan sizni tabriklashga tashrif buyurgan shogird, hamkasb barcha tomoniga sizlarni taklif etamiz. Rahmat.
Oilajonim, mana bu sahnaga men sizni taklif etaman. O'rtani ochib qo'yasizlar, o'rtani ochib qo'yasizlar. Green Life kompaniyasiga ishonsa bo'ladimikan? Yo'qmikan? Bular moshenikmikan? Yo'qmikan? Bizdan pulni olib mahsulotni yetkazib berib biladimikan? Yo'qmikan? Biz mahsulotni qanaqa tovar oborotini qilib bilamizmi, yo'qmikan deya kecha-yu kunduz tinmagan. Eng asosiysi o'z ishonchi bilan mana shu Green Life kompaniyasiga, korporatsiyasiga ishonch bildirib, o'zining orzulariga, o'zining maqsadlariga to'liq rioya qilgan holda, o'zining tartib intizomiga to'liq rioya qilgan holda, bugungi kunda O'zbekistonda azizlar, o'zi bo'lmaydi 2 yulduz direktor statusini yopgan Noilaxonim Ibrahimdaga so'zni taqdim etamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun qalban, yuragimdan yaqinlarim borlaringizga shukr. Aslida bu status hammalaringizniki. Bugungi kunda bilasizmi, bundan 5 yil oldin meni aynan mana shunaqa biznesga olib kirgan insonim. Hali zo'r bo'ladi, uddalaymiz Noila. Shunaqa zo'r kunlarimiz keladi degan sirdoshim meni ustozim Mavjulaxonim Sobirovaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu yerda hech qachon so'zimni ikki qilmasdan dosh bo'lib turgan mana shu yerdagi starshi direktorlarimga, starshi menejerlarimga, bugun ham hamkor bo'lgan har bir hamkorlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xush kelibsizlar. Ilohim mana shunaqangi kunlarimiz ko'p bo'lsin, shunaqa statuslarga chiqqanlar bildiraman. Turmush o'rtog'imga ham qo'llab turganlari uchun yaxshi bo'ladi, holi hammasi zo'r bo'ladi degan insonlarimga boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Rahmat, borlaringizga shukr. Mollar, ustoz hammaga aytib berdilar. Men bir narsa aytmoqchiman. Rahmat. Bu yutuqlar hammamizniki. Avvalambor mana shunday darsxonamizga kelganlar uchun xursandman. Bu inshaalloh 2025-yil mana shu yerda biz ustoz Noilaxonim bilan Ismoilova Azizlar, men hozir ustozlarni pastga tushirishdan oldin 2024-yil 9-dekabr soat 11:50 da to'rt qatorga she'r yozildi. Mana shu she'rda hozir mana bukvalni 10 minut oldin yozildi. Bugun direktorlik statusini yopgan insonlar, bir-birini tushungan jufti halollar el oldida ko'rsatdi Green Life kuchin. Assalomu alaykum. Barchalaringizni yana bir bora xush ko'rdik. Qadamlaringizga hasanat. Bugun ochiq dasturxon, ochiq restoran tashkil etilgan Tinchlik Plazada, chunki bugun maza qiladigan kun. Ko'pchilik biladi. Balki bugun mana shu davraga tashrif buyurgan hammaga tegishli, chunki hammalaringizga yutuqlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli azizingizni o'z o'rningizga o'tirib olishingizni so'rab qolamiz va Noila opa, Akmal aka yana bir bor bugungi go'zal ayyom sizlarga muborak bo'lsin deymiz. Bemalol mehmonlar bilan ko'rishingiz mumkin. Kayfiyatda zo'r bo'lsa boshlasak bo'ladimi? Bo'ladimi boshlasak? Demak, bugungi dasturimiz haqida qisqacha aytib o'tamiz. Mehmonlarimiz, hamkorlarimizdan ko'pchilik motivatsion konkurslar bo'ladi. Hammasida faol ishtirok etasiz degan. Kayfiyat hech biringizni tark etmasin deymiz yana. Azizlar, ayolligim navbatda. Sendan sadarkim, bahor yozlarim, sendan darkim, Qarang, shunaqangi quvonchli kun. Aynan bu quvonch albatta ustozning yutug'i. Qolaversa, bu yutuq aynan shunaqangi har bittamizni yuragimiz shunchalik ham dukkullab gupirib boryaptiki, nima uchun chiqdi azizlarim? Navoiy! Qarangki, bilasizmi, keling Noilaxon tarixga ozgina nazar tashlaymiz.